Hurmatli obunachilar, yangi proyekt tiklashgan aka-ukalar. Ramasini ulagani keldik. Xudo xolasa bitkazdik. 2 qavat qilib kamazlikni singari qilib qo'yishibdi. Biz bu yerga 70 sen qilib o'tib ulab berdik. Xudo xolasa. O'ttilar polda. Hammasini kamazlikni singari qilib polda qaychi kapalar deydi. Sizlarni qo'ydilar. Xudo xolasa. Ramani qilich tekis qilib ulab qo'ydi, xudo xolasa. Kimga rama ulash xizmatlari kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yangi proyekt qilishgan ekan. Bog'lari elektriklarni aytib qo'yishibdi, o'zi keyin kelib yig'ishtirsa bo'ldi, xudo xolasa. Motorlarni yoqib qo'yishibdi, radiator sekin provodalarni tortib elektriklarni chaqirishibdi. Xudo xolasa tez kunda yurg'izishar ekan. Biz ishlarimiz tugadi, xudo xolasa. Ramada bog'lari bo'ldi. Orqa qismini qo'yib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Asfalt ishlari qoldi, ular chiqib bo'ldi.